Endi aziz mehmonlarning o'rnitiga kino televiziya filmi Mirosxo'r filmidagi Asmatxonning nodir aqlliq gap so'zdan bahramand bo'lgaysizlar. Altılarni naki qo'ydi, Shir Muhammad. Altılar, Pakistan xalqi mansib. 2 sandiq oltinni Pakistan xalqiga topshirib berdim. 1 sandiq oltinni xonachamga bilezik soqtirib berdim. Quloq gapirini qo'y, Shir Muhammad. Agar men oltinlarni bergan bo'lsam, sen 2 kishi va xotinni bijab bergan bo'lardim. Hay! Men qara muallim. Siz yilpizni o'ch oldida boshakkini ko'rganmi? Taygan bilan yo'lvasini selishini baqqanmi? Dengiz bilan quduq seni qandaqmi selishdi bo'lsan? Men qara muallim, yiz bilan shaning farqi bor. Yaqub, men seni yizib kelib ol deyman emasmi? Seni shayab ketibdi Yaqub. Men qara Mujisalat apandim. Men Asmatxon sizning ishingizda bo'layaptimanmi? Men din quloq ishingizda deyaptimanmi? Hay! Rahmat. Mollador. Begim. Ne mandaq o'tilaversan Mollador. Og'rib qolgan bo'lsan, xondan ko'pini ustida yot. Begim. Og'rib qolmadim. Ozroq tishiga o'yinim bordi. Nem bo'libsan Mollador, tishiga bo'lib. Lazatchisini jiq selib, qoridaqni jiq evitibdi mahbegim. Qoridaqni oziyam Mollador. Ancha-muncha ding-ding solmayapti, o'g'amning zihni yo'q.